Assalomu alaykum hurmatli akalar. Men sizlarga Toshkentdan Sirdaryogacha nechta radar borligini aytib beraman. Ana bitta radar nega ishlamaydi? Radar Orol to'g'onasining oldiga bo'lasizlar. Orqamizda turibdi. Asta haydanglar. Yangi yo'lda 4-chi radar turibdi ona. Radar 5-chi radar ana turibdi. Astroq haydang. 6-chi radar ham bor ekan, 5-chi radar o'tganda. Ana. Mana u yozuvni ko'rgandan keyin 70 haydanglar. Chunki bu yerda Nexia bilan Cobalt turadi. İkinci radar islohotdan keyin ana turibdi. Ana. Islohotda mashinalar farazini o'chirib yoqdi. Demak bu radar borlik degani. Ayron chiqib ayroningdan o'rgilay. Ayron mahallasida radar turibdi. Ehtiyot bo'linglar. Ana. Chinoq tumanida radar bormikan? Nimaga Jumariq deyishadi? Jumariqda ham radar bor ekan. Jumariqdagi yangi radar qo'yishdi. Ishlaydimi bilmayman. Sirdaryodan uyimizga kelasizlarmi? Kelar, yo'l chizig'iga yo'la qilinglar. Dardi tomondan yurmanglar. Militariyalar bo'ladi. Shunaqa tomonlardan yurmanglar. To'g'rilamiz bu bo'larda. Bu justiga kirdingizmi? 70 haydang. Barcha akalarimiz yaxshi hamlar bo'lsa, yo'lga tajamanglar. Yanamada bitta radar bor. Yana ehtiyot bo'linglar. Bozorga yetmasdan radar bor ekan, ehtiyot bo'linglar. Akalar, yo'llarga chekasida bitta aka o'tiribdi Cobaltda soqa qilib.